Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi boshchiligida Renessans ta'lim universiteti tomonidan oliy ta'limni tashkil etishda xorijiy tajribalar, transformatsiya va innovatsiyalar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Unda dunyoning ko'plab mamlakatlaridan yetakchi olimlar, jumladan UNESCOning O'zbekistondagi vakili, Amerikaning nufuzli Johns Hopkins universiteti, Germaniyaning Dresden texnika, Rossiyaning Qozon federal universiteti, Finlandiyaning Yuvaskola kabi ilg'or oliygohlardan taniqli professorlar qatnashib, samarali muloqot olib bordi. Conference and discuss ways of advancing higher education in Uzbekistan. Report focuses on a critical yet often overlooked dimension of education system. Policies, assessment and grading, academic integrity and the balance between technological innovation. Konferensiya oliy ta'limni transformatsiya qilish va xorijiy tajribani joriy etish uchun muhim muloqot maydoni bo'ldi. Unda 15 dan ortiq mamlakatlarning 70 ga yaqin professor va olimlar, qolaversa mahalliy vazirlik va idoralarning, oliy ta'lim muassasalarining 100 dan ziyod vakillari ishtirok etdi. Tadbir o'z ishini yalpi majlis bilan boshladi. Unda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlash hamda sohadagi ilg'or tajribalarni joriy etish bo'yicha ma'ruzalar o'qildi. And very happy to be able to participate in this conference. Ushbu konferensiyada ishtirok etishdan juda mamnunman. Bu kabi uchrashuvlar o'rgangan bilimlarimizni boshqalarga ham taqdim etish yoki yangi bilimlarni o'rganish uchun muhim platformadir. Ma'lumki, O'zbekiston va Hindistonning ta'lim tizimidagi hamkorligi ham bugun yuqori bosqichga chiqqan. Buni hind yoshlarini O'zbekistonda yoki o'zbekistonlik o'g'il-qizlarni Hindistonda tahsil olishlariga keng yo'l ochilganidan ham bilish mumkin. Jumladan aloqalarimizni yanada mustahkamlovchi bugungi konferensiyaning bir qismi bo'lganimdan xursandman. Bizni juda iliqlik va mehmondo'stlik bilan kutib olishdi. Konferensiya orqali esa tajribalar to'plab, yangi kelishuvlarga erishdik. Ushbu konferensiya meni juda xursand qildi. Unda turli mamlakatlardan ko'plab mutaxassislar ishtirok etib, o'z tajribalarini o'rtoqlashdi. Qiziqarli munozaralar tashkil etildi. O'ylaymanki, bu kelgusida ta'lim tizimimizni yanada rivojlantirish uchun munosib xizmat qiladi. Konferensiya kunida ishtirokchilar o'rtasida uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlash, tajriba almashish uchun doimiy platforma yaratish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shuningdek, xalqaro ta'lim standartlarini yanada keng joriy etish, oliy ta'lim sifatini takomillashtirish va yangi ilmiy-amaliy tadqiqotlarga keng yo'l ochish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqildi.